Qornim ochdi. Jon. Ana, muzlatgich to'la ovqat pishirib qo'yganman. Mikrovolnovkaga solim deb knopkani bossangiz, bo'ldi, tayyor isiydi, mazza qilib yeb olasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Nargiz? Ha, ovqat qildim deysan. Ha, tayyor magazindan kotlet olib kelibsan-ku. Uni ustiga muddati ham o'tgan. Bo'ldi-de. Namuncha vaysadingiz? Ha, men ishlayapman, uyga kelib ham yig'ishtirib ham ovqat qilishim kerakmi? Shunga qilganimga shukr qiling, rahmat deng. Xo'p. Namuncha noliysiz? Xo'p, hech. Bo'ldi. Men sizga ana xotinchingiz Laylo emasman. Siz eshikdan kirishingiz bilan voy dadasi yaxshi keldingizmi deydigan. Boriga shukr qilib pishirganimni yeng, tushundingizmi? Bir marta uyda Bo'ldi qiling. Ham ishlabki, ham